Hakan Fidan, Turkiya siyosatidagi ko'rinmas strategik va davlat tizimining eng nozik mexanizmlarini boshqaruvchi shaxs. U 1968-yil 17-iyul kuni Anqarada tug'ilgan. 1986-yilda Turk quruq kuchlari aloqa akademiyasini tamomlab, atsubay sifatida 15 yil armiyada, shu jumladan Germaniyada NATO tezkor korpusida xizmat qilgan. Bu yillar unga xalqaro harbiy hamkorlik, razvedka tarmog'i va diplomatik protokollarni chuqur o'rganish imkonini berdi. Harbiy xizmatdan so'ng siyosiy maydonga o'tib, Turkiya hamkorlik va taraqqiyot agentligini boshqardi. Xalqaro tashkilotlar bilan ishladi va hukumatning tashqi siyosat hamda xavfsizlik masalalari bo'yicha asosiy maslahatchilardan biriga aylandi. 2009-yilda Milliy razvedka tashkiloti MITda mustashar yordamchisi etib tayinlandi. 2010-yilda esa 42 yoshda MIT rahbari bo'ldi. U bu lavozimda 13 yil xizmat qilib, Turkiya razvedkasini zamonaviylashtirdi, tashqi operatsiyalarni kuchaytirdi va mintaqadagi eng qudratli maxfiy xizmat rahbarlaridan biriga aylandi. Fidanning rahbarligi davrida MIT nafaqat axborot to'plovchi idora, balki Turkiya tashqi siyosatini shakllantiruvchi yashirin qo'lga aylandi. PKKga qarshi keng qamrovli operatsiyalar, 2016-yilgi to'ntarish urinishiga qarshi tezkor chora-tadbirlar, Suriyada olib borilgan ko'plab yashirin missiyalar barchasi uning nomi bilan bog'lanadi. Unga hatto Erdo'g'anning ko'zi va qulog'i degan laqab berildi. Yopiq uslubi va razvedka bilan chambarchas bog'liqligi sababli 2014-yildan boshlab Turkiya matbuoti va siyosatchilari uni hayotdagi Po'lat Alemdar deb atay boshladi. CHP deputat Engin Altay parlamentda kurdlar vadiysidagi Po'lat Alemdarning vakolatlari endi Hakan Fidanga berilmoqda degan. Haberturk va boshqa yirik OAVlar esa Hakan Fidan Po'lat Alemdar qilinmoqda sarlavhalari bilan chiqdi. Bu taqqoslash uning atrofidagi afsonalarni yanada kuchaytirdi. Ayrimlar uni davlat ichidagi davlatning bosh miyasi sifatida ko'rsa, boshqalar uni go'yoki Abdulloh Chatlining ramziy davomchisi, Turkiyaning yangi davr siyosiy trilleri bosh qahramoni sifatida talqin qiladi. Fidan o'zi ham bu qiyoslashlarga hazil bilan munosabat bildirgan. 14 yoshimdan beri davlat ichidaman. Endi meni har qanday qahramonga qiyoslashadi deya chiqish qilgan. 2023-yil iyunda u MIT rahbarligidan ketib, Turkiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlandi va shu tariqa yopiq xonalar ortidan ochiq diplomatiya maydoniga qadam qo'ydi. Bugun ham u ommaga kam chiqadigan, lekin strategik qarorlarning markazida turgan shaxs. Unga doir rasmiy intervyular deyarli yo'q. Shaxsiy hayoti esa sir tutiladi. Faqat 3 farzandi borligi ma'lum. Fidan haqida ma'lumotlar ko'proq yopiq papkalarda, maxfiy hisobotlarda va diplomatik protokollarda uchraydi. Shu bois u Turkiya siyosatining eng ko'rinmas, eng ta'sirchan figurasi sifatida ko'riladi va uning har bir qarori mamlakat tashqi siyosatida yangi sahifa ochadi.